Bu yerda Doda qo'yqachi kelgan. Buni olsanglar, afsuslanmaysizlar. Mana shu qo'yqachi esingizda qolsin, Rolls brendidan. Xo'p, BOTdan 3 xil karcher kelgan. 1, 2, 3 va Rolfdan bomba karcherlarimiz keldi. Buni hozir Reelsga joylashtiraman. Ishlashlarini, tortishlarini, komplektida nimalar borligini bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. X5 bilan X7 karcherimiz bor. Videoni bitta ko'ringlar. Baribir yoqadi odamga. Boshqacha qanaqadir rangida ham cho'tki chiqqan. Sifati ham zo'r. Bu yerda faqat dizayn emas-da. Ishlasa o'zingizlar bilasizlar. Ko'rib, kelib ishlatib, yo'q hisob ketsanglar bo'ladi. Mana karcherlarning 1, 2, 3, 4, 5 xil varianti bor. Yo, bu ham kam deydigan bo'lsanglar, bu yerda yana xili bor-da. Mana Ryobi bor, yaponskiy Nobodoga 1.396.000 so'm. Makutidan 3 xil karcher bor. Bu yerda benzinovisi ham bor. Hech qanaqa tok shart emas. Mana cho'lda borib ham ishlasangiz bo'ladi. Suv bo'lsa bo'ldi. O'zi suv torta oladigan karcherlarimiz. Xilma-xil akalar. Original seni antib Husqvarna ham bor.